Tarona.net taqdim etadi. Premyera. Mana holim kuyinganimdan, har xil tasavvurdan tashqari tariladigan tafakkurdan ortar mavzu. Tilakda negadir kechilar jismimni, yuragimda har sari g'olib bolam bo'lgan dard va ezgu. Qo'llarimni ko'rinar tutsam, ilingani qiyin bo'lgan orzu. Oboradi meni devona holatiga, har harakati jonimni oladigan visoli qutulish yo unutish kabi dilimdagi naqshni ko'chirish, hayotdan o'chirish foydasi yo'qdir. Har bir qaraganida yuragim ora-ora hali berdi, ish topmasligimga ko'zim yetdi. To maqsadga muvofiq bir ish bo'lmasa kunim bitdi. Yig'laydi xasta ojiz yuragim. Qaydasan bilga keragim. Kuylaringda o'tar kechalarim. Qaydasan jonim sevgilim. www.she'rlar.uz Yozdiradi muhabbat boshga tosh, tugamas ko'z yoshga ustun yosh. Berlar og'irollar juda ko'p savol zero, savollariga hatto javob mavjud emas. Kuni ko'rinar yor visoli har damida, har bir nafas holat bo'ysinmas. Qilinganda kamdir ming faraz, bas yopiladi olami fano oqibatda. Qalblarga zarur diydor ko'rmoq har nedan afzal bo'ladi. Qoladi qo'loyoq ko'z zaboni aql shu istakni amalga oshirish bilan bam bo'lib o'tadi butun umr. Ko'z harakatiga so'ramaydi uzr, oshiq ko'rmaydi ham eshitmaydi ham. Yig'laydi xasta ojiz yuragim. Qaydasan bilga keragim. Kuylaringda o'tar kechalarim. Qaydasan jonim sevgilim. Kechalar bedor sendadir hayolim. Yig'laydi xasta ojiz yuragim. Qaydasan dilga keragim. Kuylaringda o'tar kechalarim. Qaydasan jonim sevgilim. Kechalar bedor sendadir hayolim. Yig'laydi xasta ojiz yuragim. Qaydasan dilga keragim. Kuylaringda o'tar kechalarim. Qaydasan jonim sevgilim. Yig'laydi xasta ojiz yuragim. Qaydasan bilga keragim. Kuylaringda o'tar kechalarim. Qaydasan jonim sevgilim. Tarona.net saytida premyera. Depozit $5000 depozit qilamiz Megaparida. Tak. Hop. Opoq qizni eshitaylik, opoq qizni. Shahlo Ahmedovaning muzikalaridan eshitaylik va opoq qiz. Opoq qizni qani qo'shuvlari bormi endi? Mana shuni eshitaylik. Yaxshi aytgan buni ham. Opoq qiz. Besplatniy stavka. Nima ekan bu? Promokod beribdimi? Necha pullik promokod ekan? Qani ko'ringlar. Ishqilib paskudniy summa bo'lmasa bosib yuboraman tekinga. Xo'p, promo kiramsa, tak, moи промокоды ujjala 5 millionga beribdi. Dannu naxuy. Nixuya 5 millionga beribdi. 5 million nima qilamiz, bilasizlarmi? Poxuy naxuy. Obezabitga bosib yuboraman O'zbekiston. Ha! Voy, jala o'tib qolsa-ya. Qolsa jala. Nixuya. Tak, depozit tushdi. Jalab uchib qoldimi?
nega o'chib qoldi tushunmadim. Ya qaytib kiringlar, qotib qolgan bo'lishi mumkin. Qaytib kiringlar. Qotib qopti-da, qaytib kiringlar. Jala qo'rqib ketdim. Men OBS'dan-da, amini yegan OBS'dan bo'lgan bo'lishi mumkin. Kirib chiqinglar, ishlaydi. OBS'dan qotib qopti bolalar. Vohima qilmaymiz. Ban hech qanaqa bank yegani yo'q. Prosta anu OBS qotib qolgan. Mana bu xuyoviy narsa qotib qolgan jala. O'sha sabab meni o'zimda ham anaqa bo'ldi hozir. Tak, qaytib kirsanglar bo'ldi, ishlab ketadi. Tak, boshlaymiz. Look House'dan boshlaymiz. Qani ketdi. Omadimizni bersin. Megapari kontori $5000 depozit bo'ldi. Tak, mana bitta yaxshi o'ynayapti, 1 million. Ke Borsiq. Buni nomi bundan keyin Barsik emas, Borsiq. Borsiq qimorvoz. O'zbekchasiga Borsiq bo'ladi, to'g'rimi? Barsik emas-da, Borsiq. Baroqvoy. Baqalodek qorni bor-da, buni qorni bor. Qornini ezib o'tiraman-da, bor. Shundoq yog' osilib turadi-da, yeyurgandan qorni chiqib ketgan bilan. Turib abidna bo'ladi-da, shuni bekor anu bichib qo'yinman deb jalab veterinarga borib bichib qo'yganman-da buni. Bo'lsam bundan pizdes zot olsa bo'lardi. Zotdormi shu-da. Iloji yo'q-da, jala men uni ko'paytirgandan keyin bolalarni nima qilaman? Endi bir kami mushu sotib yurishim qoldi jala. Mushu sotaman deb. Mushuni sotish o'zi mumkin emas ekan. Hadya qilish mumkin ekan. Mushu sotish shunaqa deb eshitdim-da, Instagramda bittasi chiqib olib gapiryapti. Mushuni sotish tipi mumkin emas deb. Bu jala, men bitta qancha o'ynadi? 900 ming. Rasmini tashlaychi. Rasmini necha marta tashlaganman, chatga ham tashlaganman, katta kanalga ham tashlaganman. Qidirsanglar chiqadi. Borsiq. Baroqvoy. Naturi Borsiq dejalar bor. Semizda. Go'shli. Tak. Kicks. Mana shunaqa xonani eshigini ochib kelib, bechora muntillay bo'lib ketdi. Tak, nima bo'lib ketdi mana bitta? 3700 berib yubordimi? Hop, yomon emas. 2-0. Voy, jala, ikkinchi gol urdimi? Voy, bilet. İkinci gol urdimi? Urmabdi-yu. Qani 2-0 bo'lgani yo'q-ku? Kim yozyapti 2-0 deb? Ha, Fransiyami? Fransiya 2-0 bo'libdi-yu, Fransiya. Ha, offside. Yo, Fransiya ham 2-0 bo'libdi-da, shunga aytolman. Hozir urdimi ikkinchi golni? Fransiya. Mushuk sotish mumkin emas ekanini bilibdi, lekin qimor o'ynash mumkin emasligini bilmabdi ekan. Buyingni ami. Sen dalbayib sarkazm degan narsani tushunmaysan-da, molsan-da, mol. Ana shu yerda gapirayotgan gapim hamma sarkazm, prikol, yeban. O'zingcha pizdez jala gap yozding-da, ya. Oh bile. Hozir shu yerda endi kulishimiz kerak, nima qilishimiz kerak? Bich.
Sen bu gapni yoshdan oldin o'zing shunga amal qil. Kallangga qo'tag'im, o'tiribsan-ku jalab. Cho'tal berarmikan sarik. Bitta partiya o'ynarmikanman Games deb. Jalab bundan ko'ra borib barabaningni aylantirsang-chi, anu 24 soatda bir marta beradigan baraban bor-ku, biladi. Umring shu bilan o'tib ketadi-yu, baraban kutish bilan. Qorraymi? Yana jalab kirib aqllilik qilib qo'yadi deb bor-ku, biladi. O'zicha anu filosof bu. Filosofskiy gaplarni yozib qo'yadi jalab. Voy bilad. Unday suka bilad. Kallangni go'shtiga qo'ttag'im bilad. Bitta orqa oyog'i bilad. Hozir jalab kartingga pul tashlab beraman desa jalab. Dada devoradigan bolasan, nima qilasan shunaqa gaplarni yozib? Qorrami? Qo'y negativlik qilma, chumo. Mani auditoriya prekrasni biladi-yu, jalab po prikolu men bu yerda gapirib o'tirishimni. Siz kelsanmi menga jalab? Notatsiya o'qib. Kallangga qo'ttag'im, yibam biladi. Yibam bespanetga ham ko'payib ketyapti, bolalar, sezasizlarmi? Panetga qo'ttag'im. Tushganda sotib olardim. Ikkita tushmadi. Ikkita 3 864. Vo jala 864 anu sxema. Esingizdan? Ikkita 3 bilan tushdi. Qani olib ko'ringlar. O'ynab orar. 864. Tak, ko'ramiz. 864. Vo mana o'xshayapti. 4-qator. Voy yebay 4-qator berib yuborsiz. Zanusday bu. Shu kimdir aytuvdi kartasiga 1 million shunday shatda o'tkazib berganmiz. U ham bir marta o'xshagan, keyin 3 marta padrat yedirgan uchalar. Pulni qaytib so'ramasin, qaytib kirmagan u o'sha stringga. Jala 4-qator bermadi. No, atak o'ynadi, gap yo'q, o'ynadi, zo'r. O'qib qildi-yu. Zanos yo'qdi. 5 million 400. Bu gavnavozlarga ahamiyat bermaslik kerak. To'g'ri aytasiz. Gavnavozlarning ishi jalab sasishday faqat. Sasib yuradi faqat. Bularning eng ko'nchinli tarafini aytaymi? Mana hozir men bu yerda blok yedi. Men bu kickda blok yedi-yu. Chatga kiradi-da, bir 2-3 ta fake ve akkauntdan kiradi, onadan so'kib qochib chiqib ketadi. Bular ko'nchinli-da, bularni sushnosti mana shu. Aqli yetmaydi. Hayotda, realniy hayotda kaltayib yuradigan anu musor bolalar-da bular. O'zini kuchini shu jalab anu pizdes ekanini jalab internetda anaqa qilib yuradi. Men onadan so'kib mana shunaqa gryaz ishlarni qilib qochib chiqib ketaveradi. Boya ham bitta dalboyib qaysidir abijinni anu kickda bam bo'lgan. Короче, bir 10 ta fake'dan kirib, onadan so'kib chiqib ketyapti. Yebanda, nima deysan jalab? Dalba yo'qdi, miya yo'q. Javob beraman, mana shu ban yegan bola ham mana shunaqa isqirtlik qiladigan bola shu. Tak что chatda mana shunaqa сообщениyalarni ko'rsanglar, hayron bo'lmaydi. Demak, bitta abijinni musor o'jalar. Ko'nchinli. Normalniy mujik bor-ku, hech qachon o'zidan o'zi birovi onasidan zasvitoy ketmaydi.
bola o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi, lekin detskiy panayotganligi bilinib qoldi-da. Tak, 48 million qolyapti. Nima qilamiz? Bitta dagonda olsammikan? Shatta chiqib ketaman deyapman. Dagon 6 million. 42 million qolyapti. Baluga kirasizmi? Yo'q, kirmayman baluga. O'tgan u streamda aytdim-ku. O'zi streamda boshqa baluga kirmayman deb. Qo'yinglar, bundan ko'ra mana shunaqa stream ko'rib o'tirish yaxshi-yu. Jala baluga kirasan, odam настроенияsi buziladi. 10 ming depozit qilasan, 10 minutda, 15 minutda tugab qoladi. Yana jala pul top, naxuy men biznes stress qildim bor-ku, mana shu baluga to'g'ri bergan payti bo'ldi, lekin berganimni men necha baravar qaytib berdim. Bilay, u laxatron-da to'g'risi. G'irt laxatron. Assalomu alaykum, brat, menga qachon o'ynaysiz? O'ynaymiz. Balans ko'tarilsin, ular balans bilan hozir xatoga kirish mumkin. Shu bilash. Eski versiyasini o'ynaylik, qani. Aktiv qanaqa bo'lyapti? 1,5 mingta. Mayli, shu yomon emas. Hop. O'yinisiga tushar ekanmiz-da, 5 milliondan koronniy summaga olamiz. Oldin koronniy summam necha pul edi, kim biladi? Kim esla oladi? Koronniy summa, bir xil summada oladigan. Eski sari kazartlikda. Eslaydiganlar bormi? Moderator bittada javob berib qo'ysiz. Bekor javob berdingiz-da, qo'ying, подписчикlar javob bersa yaxshi edi. 2 million 200 edi. Payt 2 million 400 emas, 2 million 200 ga olsa bo'lardi. Bananzada. Shundoq kirib, faqat 2 million 200 ga olardi. Bir xil summa o'zgarmasdi. O'sha summada anu jala katta X'larni ham ushlaganman, ming X'larni ham ushlaganman. Endi ming X qanaqa ming X? 20 million-da, 22 million. Ming X 22 million. Eskisi bananzada unaqa ming otmaydi. Hozir jala o'sha koronniy summa 5 millionga aylanib qoldi. Mana men bu o'yinlarda kirgan o'yinimda 5 millionga olaman eng kami. Jinniligim tutsa 10 million. 8 million 10 million. O jalab. Fioletoviy sariq. Yo'q, kamda. Assalomu alaykum, bro. Va alaykum salom. Shuna to'g'ri. Endi kompyuter oldim, keldim, ertadan stream boshlayman deganingiz esimda. Siz eski подписчикlardan ekansiz, agar bu gapim esingizda bo'lsa. Oldin telefondan aniq qilardim. Stream qilmasdim, telefonda video qilib YouTube'ga joylab berardim. Paytdan beri kuzatayotgan bo'lsangiz, ancha yillik подписчик ekansizlar. O'zbekiston nima bo'ldi? U bezablik qildimi, yo'qmi? Qizil o'ynaydi. Voy jala, qizilni normalni o'ynayordi. Tak, yashillarni o'ynayapti. Sersa bormi, sersa? Voy, bitta sersa. Yaxshi, kalbasalarni berib yubor, kalbasalarni. Menimcha O'zbekiston g'olasi. Itdimi men o'sha boyagi streamda hali O'zbekiston o'yini boshlanmasdan oldin ikkita isxot bor. Bittasi bir bo'lishi, anaqa Gollandiya 60-minutgacha kamida vazvirat. Yoki Gollandiya 3 ta podrяд gol urmaydi, yo'q degan narsa. O'sha uverenniy o'tyapti, deyman. Menimcha 2-0 bo'lsa kerak. Ja 3-0 gacha bormaydi lekin. Voy, men bitta yaxshi o'ynadi. Tak, yana nima bor? Kalbasa bormi?
Voy jalla, kalbasalarni berib yuborarmikan? Hop, 9 million. Ummonga nima bor ekan, ha? Ummonga nima bor, ey? Shohga ishdammi? Bu desam yoqmayman. Sen uchun qanaqa bo'lishim kerak? Jala, lekin mana shu ummonga nima bor? U yoq bu yoqda prikol qilamiz-ku, chista pa prikol. Lekin vaqtida ishonlaring, mana shu yerda hamma o'tirib siqilib eshitganda shu ummonni. 100 talik javob. Hammada misol anaqa bo'ladi-yu. Hamma eshitgansan-ku, jala ummonni. Yo, men ummon eshitmayman, u tipa pazor edi jala, o'zcha ummon eshitsa biladi. Voy, hammaga eshitsa, lekin uyda anu MP3 da jala player bo'lardi. Polniy ummonni qo'shib. Naturi shunaqa bo'lganda. Ay, bilad. Hamma eshitib yurgan ummonni. Javob. Endi yosh kattalar bordir, jala anu mana bu 40 dan oshgan ular endi misol ummonni eshitmas, lekin 20 yoshdan 35 yoshgacha polniy hammasi ummonni eshitgan. 100 talik javob. 20 yoshdan 35 yoshgacha. Primerni aytaman. O'zimdan kelib chiqib aytaman-da. Men Twitch men olamiz. O 7-qavatda qolib ketdi, yuragim parcha. Sizga tushirvordimmi? Sevgilingiz 7-etajda turganmi deyman-da, eslab oldingiz. Ey jallab. Voy yaxshi. 10 ta spin bor. Nastroy zo'r bo'lsa ham beradi dejalar manaqalar bor, skaterlar. Zanosmikan, qani? Pustoy chiqmay faqat o'ynab bersang-chi. Billa pizdes deydi. Bu maktubni qo'ygan. Bitta skater, yana bitta skater bera. Ha, bitta skater. Bitta skater bormi? Voy, jala dakansa beribdi. Что? Kimga penga beryapti? O'zbekistongami yo Gollandiyagami? Var ko'ryapti. Yo'q. Shunda O'zbekiston tepadimi yo Gollandiya penkani tepadimi? Tushunmadim. Var ko'ryapti. Uzbek tepadimi? Voy jalla, O'zbekiston penaltini tep ketsa. Voy danun naxuy 14 million berib yubordim men bitta. Voy, pizdes. Kod tishini qilmasa beradi penkani. Voy jalla, voy yebat. 50 million berib yubordimi? Ye danun naxuy. 5000x o'ynadi. Voy jalla. 5000x o'ynadi. Voy buyina amiga ski 5000x o'ynadi. Ha! Suka. Plus bormi? Plus bor. Sekin qochamiz. Jalab O'zbekiston bu yoqdan penkani tepsa. Bu yoqdan promodan 30 million kelib turibdi-yu. Voy. Qatdan ko'rardi. Tak, istoriya stavk. Mashdan ko'rarmidi? Mana turibdi-da, promodan urganman. Mana promo deb yozib qo'ygan. Agar o penkani bersa 30 million 500. Nu 5 millionni minus tashsa 25 million balansga qo'shiladi. Mana buni jalab vaqtida ko'rib qolgan qaranglar. Besplatniy stavka na sport jalab. Vaqtida ushadi men koeffitsiyentda.
Berarmikan penka? Shu yerda qulflanib turibdi lekin hali ham. Voy, penka emasmikan? Voy, ko't ekan sudya. Bizga kelganda jala penka bermaydi. Harromi. Kallangga qo't tag'im sen sudya bo'lgan. Jala bersang o'larmidi shu penkani? 25 million kelib turadi-yu. Xo'p, nima o'yin kirsa ekan jala? Kleopatra bila kirgim kelmayapti, Kleopatra. Boshqa o'yin kirish kerak. Candy Rush. Berdimi? Voy jal, voy, да ну нахуй! Penalti O'zbekiston. Voy, krasavchik, obi zabyut. Mas suka. Jalla, mana shuni ko'ringlar, u qayerdan ko'radi? Bilat, shu penkani ko'ringlar. Hozir to'xtanglar. Mabitdan bir windan onlayn ko'rsa bo'ladi. Hozir. Ish qilib ban bermasa bo'ldi-da. Qani. Qani O'zbekiston. Voy, ayol kishi ekan, jala. Ularda kunduzimi Amerikada? Ha, qo'liga teggan ekan-da, qorrami? Qo'liga teggan ekan. Yana qizil ham beribdi jala, bey. Jalab ish qilib bank yemasa bo'ldi-da. Futbolni ko'rsatayotganimga bu haromalar jalab ban berib yuboradi-da futbolni ko'rsatasiz. Tezroq tep ko'ringlar. Jalab nima qildi bu? Penalti bermadimi? Qizil berdimi faqat? Jalab. Jarima ekan-u, bila, pidarras penalti emas ekan-u, jarima ekan bu. Onayniski, jallab. Penka emas ekan, jarima ekan. Tepa olaydimi, yo'qmi? Pidarras. Bila, danon naxuy. Penka emas ekan bu. Всё, tepa olmadi. Chichi vordimi, короче? Jalab. Yana bitta varata qo'ysa, uni ham ustidan o'tib ketar jalab. Kim edi mana shu? Sayfiyevmi kim? Otabek Shukurovmidi? Aminga ishlaysan. Qo'to bor, tepishni bilmasang, jalab. Abbosbek Fayzullayev yo'qmidi jalab tepsa? Chichi vordi, короче. Onayniski, penalti tepardi jalab. 25 million kelib turuvdi-yu. Jarima ekan-da, harromi. Mayli. Xo'p, 4 ta skater. Yomon emas. Mayli, onasini sikib, shu summani jala slotdan ko'taringlar. Sikdim futbolingga qo'ttag'im bilan. Men tikkan payt jalab penalti bo'lgan joydan penka bermaydi bilan. Horrami. Давай, o'yna. Jala. Plusavoy fora olishli joy deyman shu O'zbekistonga borib. Voy jalab, liniyani urib yorganini qara. Voy. Kattaroq X bo'lganda bang'alab ketardi-ya. Jalab, pizdes liniyani o'ynab yordim men bitta. Voy bilat. Xuyni X-ga o'ynadi. Agar kattaroq X-ga o'ynaganda takki 30-40 million bo'lib ketardi mana shu summa bo'ldi. Kattaroq sandu tushganda o'ynamashdi. Xuyni 4,5 million. Otabek Shukurov kattasidan chichi borda, lekin katta bomda Shukurovga tepib jalab. O'rtalik skater o'ynamadi pizdes. Jala lekin qizil olgan. Aka o'ynab yuboradi. Bitta gol oladi. Kimdir jalab yozyotdi chatda. Gollandiya pizdes sostav tushibdi, tish tashiydi, yorib yuboradi, bir nima qilib yuboradi. Men shu yerda aytdim, jalab xuyna sostav tushgan. Unaqa pizdes shot qilmasa kerak edi bu yetuvdim. Shu aytganimdek bo'libdi-da. Men kupon qilmasam,
maqtanish emas u, kupon qilmay o'zimni ani fikrimni aytaman, ko'pincha shu o'xshaydi, bilasizlar. Kecha ham chatda so'rab o'tirishdi jalab shu Norvegiya 1-0 qolsa kerak, ani Marokko bilan o'ynayotganda Italiyada gol bo'lib ketadi, pizdes u. Men aytdim, nabarot, Italiyada bo'lmaydi. Ani ular Norvegiya obezabit qilib yuboradi dedim. Esinglardan? Xuddi aytganimdek, obezabit 1-1 tugadi. Ani ular 0-1 tugadi. Gol bo'lmadi. Voy jallab, O'zbekiston gol urdimi? Ye danun naxuy. Ye jallab, O'zbekiston gol urdi. Kim urdi? Kim? Qanaqa? Qanaqasiga urdi? Qani? Ko'rsat, paftor. Nima qo'tyapti bu? Ko'rsat paftorni. Onnayni ski paftorni ko'ring. Kim urdi? Voy jallab, Sergeyev urdimi? Danun naxuy. Paftor ko'ringlar. Voy jallab. Na suka, qani? Qani Sergeyevmi? Kim urdi? Voy buyini amiga ski. Qanaqa uribdi bu? Voy jallab, danun naxuy, krasavchik. Sergeyev, mujik. Tiqibdi-yu bilan. Ye onayni ski. Voy jallab, offside emasmikan ish qilib? Yo'q, offside emas. Jallab yutib ketsa, bolalar. Hali 3 minut vaqt bor. Yutib ketsa pizdes bilan. Ye qoyil, bu katta yutuq, Sizlar bitta narsani tushuninglar. O'zbekiston bor-ku, Gollandiya bilan necha o'ynashi bu pizdes narsa degani, bilasizlarmi? Gollandiya bilan necha o'ynashi pizdes narsa. Hamma hokkeyni shotni kutyapti. Bo'ldi, mana men bittan 25 million keladi. Mana men bittan 25 million keladi stavkadan hozir. Oh, jalla. Bo'lar ekan-u. Krasavchik. Mana shu Sergeyev lekin bor-ku, kerakli vaziyatlarda ko'p hal qilib ketgan-a. Ishqilib jalab qizil olib turib yutqizmasin. Men shot tushab qolsam, xatyabi yutmasa ham. Bizdan bir izdivatsiya qilaylik. Gollandiya bilan necha o'ynadi deb. Demak, bolalar, Kolumbiya bilan necha qilishi mumkin. Raz Gollandiya bilan jalab necha qildimi? Kolumbiya bilan ham necha qilishga aqli yetadi O'zbekiston. Men o'tgan safar sal neto fikr bildirdim. Demak, Kolumbiya bilan necha qilishi ham mumkin. Endi yutsin deymiz jalab. Yutishi endi u mo'jiza-yu, yutib ketsa. Tak, yashil bormi, yashil sariq. Krasavchik. Baribir o'zingiz sborning yutsa jalab odam qanaqadir xursand bo'ladi. Stavka qo'ydi, mayli jalab. Bitta bonuskani puli misol. Bu jalab 3 ta 4 ta 10 ta aylantirishim puli. Anaqa bo'lmaydi. Просто O'zbekiston yutgani zo'r bo'ldi jalab. Ani necha qilgani. 1.17 koeffitsient beryapti. Jala Gollandiyani pobedasiga 1.17 koeffitsient beryapti. Izdevательство-da. Jalab 112 million bo'ldi balans. Hisobladimi deyman-da? Hisobladi menimcha. Da, выигрыш mana. 30 million beribdi. Voy jallab. 20 million emas, 25 emas, 30 million beribdi. O jallab. Yo, 25 beribdi. 25. Mana screen tashiyman hozir. Aytdim-ku 25 beradi. 5 million promoni pulini olib qo'yadi. Mana chatga tashladim, chatga. 25 million 500 ming beribdi. Promodan tekin $2000 короче, promodan. Na suka. Yo joydan $2000 naxuy. Buyini amiga tiqdimmi? Mana shunaqa bo'ladi. Krasavchik. O'zbekiston necha? Sergeyev bilgan biladi. Bilmagani o'zi biladi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, mana shu screenshot ikkalasini ham tashab qo'ying. Kanalga, общий kanalga tashab qo'ying. Maza qilishsin. Promo deb yozib qo'yamiz tagiga. Promo. Day, bosinglar. Banglat tashinglar reaksiyalarni. Kayf qo'radigan bir. Anaqa bo'lsin. Xo'p, Svitrash kiramiz. Svitrashda 10 million ekan. YouTube 5 milliondan olamiz, ketdi.
Lekin joyida ushadimi, jallab. Obi Zabitni joyida ushadim. Bu Obi Zabit menimcha 10 koeffitsiyentga ham chiqdi live'da. Ben 6 koeffitsiyentligida ushadim-da. 10 ga ham chiqdi menimcha. Live'da pizdes koeffitsiyent ko'tarilib ketdi jallab. Atak 6 koeffitsiyent ham yomon emas. Penke kimga berdi? Kimga penke berdi? Ya jala Gollandiyaga penke berdim. Onayni siki ko't ekanda sudya. Qizlaring ne penke bo'lmasin. Jalla penke berdi-yu. Chiqot dabba. Qo'tto bordi endi. Bila penke berib, onayni sikiysan. Harom sudya. Nima bo'lgan ekan? Jalab qo'li bilan itaribdi-da, yani dalban kim u? Nagli foul qilgan. Voy jallab. Onayni siki qotib qovurar ekan-da, bu ham bor-ku. Bila Nagli itaribdi-da qo'li bilan, ha? Husanov qildimi? Kim qildi? Kallingga qo'tag'im. Kim? Memphis Depay. Depay deman, Gakpo. Jalab urolmagan, xishu tepgan, qaytargan. Urmasin, jalab bir qolsin mana. Davay, qaytar, penkani qaytar. Penkani qaytar, suka penkani qaytar, davay. La, tepa olmasin de ish qilib. Davay. Otil. Chichi bordim. Qaytib tepdi otdimi? Nima bo'pti? Nima janjal qilyapti bular? Nima janjal qilyapti? Yugurib chiqdimi? Tepishdan oldin. Ayyo, normal. Hisobladimi? Hisobladi, bo'ldi. Chichi bordi-da, короче. Bля, danun naxuy, hozir maqtab turdim-a. Jalab. Iloji yo'q narsa mana shu. Nimaga bizani, ana sborniy o'ynaganda mana shu iloji bo'ladi shuni. Hozir gapirib turdim-a, maqtab turdim jalab. Suka, jalab xuyet qilaman-da. 1 minut qolgan tuga qislaring jalab, foul qilma, yo'q-da jalab. Aminga eshaysisan. Biza Kolumbiya bilan qo'ttag'am ana qila olmaymiz. Anu necha o'yna olmaymiz. Kolumbiya ham mana shunaqa sikib ketadi oxirgi minutda. Bizaniki po'xuy jalab. Bitta gol urib olgandan keyin jalab bosar tusarni yo'qotadi-da, anu bir tartibsiz futbol ko'rsatadi. Jalab tugayapti o'yin. No bir himoyaviy o'yin degan narsa bormi? Jalab o'zim trener bo'lishim kerak shekilli, shu anu kim edi? Anu nima edi? Ottinga qo'ttag'am anu italiyalik. O'shani o'rniga men bo'lishim kerak ekan-da o'sha. Bolalarga o'rgatib turardim. O jalab mana bunaqa qilib o'ynalaringdi. Amiga ishis. Abitnada odamga jalab. Cannavaro, jalab, Cannavaro. Pizdes jalab. Sikti deb boru nastroy ko'tiga tiqdi jalab, gol o'tkazdi. Suka, dabba. Kim foul qildi? Men ko'ra olmadim o'shani. Husanov qildimi foulni? Yalla. Husanov ham ko'p bir maqtab ordik deyjalar. Pizdes bilan. Tak. Jalab, ayol kishilik sudya bo'lgani g'alati-da. Amerikada po'xuydi, Amerikada ayollar ham bo'ladi. Germaniyada ko'rganman. Germaniyada ayol sudya bor. Lekin jalab misol boshqa chempionat, top chempionatlarda yo'q-da, APLda yo'q, La Ligada yo'q, A seriyada yo'q. Anunda Bundesligada ko'rganman. Oldin bo'lardi bitta ayol sudya bo'lardi, esingizda. Nima o'ylaymiz endi? Cholli o'ynaymiz endi.
Bilar nastroyga o't qildi jalab. Bilar pizdes PR bo'lardi, bu tushunyapsizlarmi? O'zbekiston Gollandiya bilan necha o'ynagani pizdes PR bo'lardi. Endi mana pizdes negativ bo'ladi. Hamma Husanovni undan olib, bunga olib so'kib chichib bording, u yoq qildingda negativ endi ertadan boshlanadi, ko'rasizlar. Hamma yoqni negativ bosadi endi. Mana shu o'yin necha tuganganda pizdes bo'lardi jalab. O'zbekiston pizdes PR bo'lardi. Gollandiyada jalab anu hujumkor futbol anaqa zborniga qarshi necha o'ynadi. Bilasizlarmi, qanaqa katta narsa jalab. Pizdes. Amin eskisini. Qo'tta bordi, mana shunaqa o'ynab jalab. Full qisib o'ynamaysanmi bular. Kim o'sha Husanovmi, Ashurmatovmi kim bo'lsa ham dey, qaysi biri bo'lsa ham. Men ko'ra olmadim, sizlar yozyapsizlar Husanov deb. Bilay, ishqilib Kolumbiya bilan o'yinimiz normalniy bo'lsin dey. Portugaliya bilan 25-slotda o'ynar ekanmiz, Portugaliya bilan. 25-iyunmidi? Men qaysidir tabloda ko'rganimda 25-iyun edi. 1.400.000 sotib olamiz. 23-iyun, ha? Shu 20 nechinchida edi. Jalab necha 7.5 mi? 707 koeffitsiyentida. Anu kanalga apros tashlavdimi? P1 necha P2 da. 707 koeffitsiyentida necha. Endi baribir o'tmadi-yu, endi aytaman-da. O'tib berganda nechaga yetkizsang 7 koeffitsiyent. Atak men jирный koeffitsiyent ushladim live-da lekin bor. Bilay. X bormi? Bor X. Normal. OB 2.5 bo'lishiga narvanlik kef bergan lekin. OB 2.5 bo'lishi. Voy, Korona o'ynadi. X bormi? Bera qolmashdi X, Zeus. Voy, bilay. Koronaga X urmadi ya. Donam der eding, yuragimda yagonam der eding yo. Qaydasan yo? Donam der eding, yuragimda yagonam der eding yo. Qaydasan yo? Donam der eding, yuragimda yagonam der eding yo. Qaydasan yo? Hop. Keyingisini olamiz. Sarik Shahloni dam olishga borganda ko'rganingizni aytib bering, pad muzika. Voy jallab, siz pizdesiz. Men gapirib berish, siz o'tda jala drachkani urib o'tiring-a. 5 ga 1 suxadrochka qilib. Jalab beting qursin bilar. Beting. Bu gapni jalab undan ko'ra anu qizlarga yet, sen yibanmisan, menga yetib jalab. Miya bormi? Seni kayf qilishing uchun men hozir gapirib berishim kerak. Voy bilar. Jinnilar ko'p deb vallahi. Men gapirib berar ekanmishman-da, bu yoqishim drachkani 5 ga 1 urib o'tirar ekan. O hijjallar.
hazildek xafa bo'lmayman tag'in gapimga. 67x 5 ta spin qolyapti. Tak. X bormi? Bor, X normal. Nimaga promo 25500 to'lagan 30 emas. Chunki mega parida shunaqada. Mega pari promo bersa, bilsanglar, ani promoni pulini o'ziga olib qo'yadi xullas. Promodan qolgan pulni anaqa основной balansga o'tkazib beradi. Endi men katta depozit ko'p qilaman-ku mega parida. Shu katta depozit qilganim sababi ani promo ko'p beradi. Пополнениyasiz mana shunaqa promolarni ko'p beradi. Dahxuyasi просроченный bo'lib ketgan. Jala, men istoriyani ko'rsanglar, voy, bir 15-20 ta promo просроченный bo'lib ketgan. Ko'rmaganman-da. O'shaning uchun bilsanglar, har safar stream kirganda mana men bu yerda bundoq ochib turaman сообщениyalarni. Nima сообщение bor ekanini bundoq o'qib turaman, bilasizlarmi? O'sha xayoldan ko'tarilgan bo'lsa o'tib ketganda. Mana hozir shu yerda ham agar сообщенияni ochmaganimda promoni ko'rmasdim men. O'sha promoni ko'rib urib oldim-da. Jala bitta ko'p tushmaganman haliga. Pizdis. Tak. Yaxshi o'ynayapti. 50x. Jala bitta ko'k berganda men bittan x ham otardi. Fiolitovini ham o'ynayapti. Tak. Qizil o'ynaydi. Kalso bormi? 2 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta kalso o'ynayapti-da. Jala bitta kalso yetmaganlar haliga. Saru kalso. Kalso yo'qmi kalso? Jala. Brizonix. Shunda ham o'qibmasdi bor. 8. To'g'rimi? Voy jala. This. Zanus xo'rarmikan a? Teskator bersang bo'ladi. Men chiqish kerak o'yindan. Zeus bo'ldi. Bermaydi. Yashil Fioletoviy kubok. Bля, Fioletoviy bilan kubok o'ynamaysanmi? Mana 8 bo'lib chiqaydi vallahi. Tinchgina chiqa qolamiz, to'g'rimi? Xo'p, mumiga kiramiz vallahi. Summa bilan mumiga kiramiz-da. Bitta nos otamiz. Nos effektini ko'rib, mumi. Jala belim qotib qopti bor. Nimaga bugun cho'milib chiqib kansaniyga yoqib qo'yman deb yibanga o'xshab pizdes tortib boryapti hozir. Bitta masaj borib kelishim kerak edi. Masaka.
ikki nashi konsernerda shamollatish yomon deb vallahi hazil pizdes qiladi shomida konsernerda shamollash. Hop, o'mini standart. G'iybat qilgan yaxshi emasmi, bro? Ko'z ochiq qilyapti-da ozgina. Ozgina ko'z ochiq qilyapti-da. Shuni 20 ming qilib g'iybat qilarman degan xayol miyada aylanib turibdi. Maneta. Voy. Xuyyanasi 2x o'ynadi, yiban. Jalab xuyet qilaman deb degan bor-ku. Aylantirmay 10 million. Bilay ish qilib oqish borman shunday. 4-inch bor. Yo'q ekan. Sherry. Rożny. Yashil bor birinchi qator, yashil. Bilay yo'q, bani Evropa. On to'qqiz. Nixuya o'ynagan. Hop. 500 bin. Bitti 25 bin yaptılar. Bir maçı 50 milyon. Oktabrda Nargiz degani bormi o'yin qiladi. Ya, okajon o'sha, men qizlarga massajiga bormayman. Qizlarga borsa u boshqa narsaga aylanib ketadi deydi. Menda bitta birat tanishlar bor. Baquvvat jalab qo'laman u. Moldek kuchi bor. O'shalarga borib shundoq boraman, jalab sindirib tashlaydi borib. Sportsmenlar massaj qiladigan ular bor. Biratlar bor. O'shanga boraman. Bitta chidab berasan, bo'ldi, shu bilan yengil yurasan deb. O'zi massaj degani bizanikilar jalab ani 18 pul ish tushunadi. Normal massaj qiladigan joylar bor. Hop, 12 ta spin. Jalab 50 millionga olishim kerak ekanda. Voy, o'ynamadi-yu. Voy, o'ynamadi. Voy, jalab naybalvami? Qani burchaydan yuz. Bor. Voy, bilay. 2 marta podyat ko'rdinglarmi? 2